Jizzax viloyati Annasay tumani Bo'ston MF7 joylashgan Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidida obodonlashtirish ishlari davom etyapti. Alloh rozi bo'lsin barchadan. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Mana 13dan shilaka blok olib boryapmiz masjidimizga 300 dona. Tushirishga bir 6 ta 7 ta bola borsin hasharga. 5 minutda bo'ladi. Yarim soatda tushirib tashlaymiz inshaalloh. 300 ta shilaka blokka hasharga, masjidimizga tushirishga yigitlardan bormi? Mana Uchqun ukamizni mashinasida olib boryapmiz. Hasharga o'tinglar, tushirib beraylik. Masjidimizda shilaka blok tushirish hashari. 300 ta shilaka blok olib kelgan edik. Alloh razı olsun. Ukalar hasharda. 2025-yil 29-noyabr Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston MF7 joylashgan Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Mana masjidimizda janoza namozi o'qish sharoitini yaratishga harakat qilayotgan edik. Avvalroq toshlar to'kildi, mana fundamentlar terildi. Mana bugun shilaka blogimiz ozroq ekan. Bugun mana 13-avgustdan 13-avgustdan yana 300 dona yig'ilgan mablag'larimizni hisobiga shilaka blok olib keldik. Inshaalloh mana bu yerga teramiz. Mana avvalgi shilaka blok 450 ta. Mana jami 750 ta shilaka blok bo'ldi. Inshaalloh yetib qolsa kerak. Mana shu mahallamizdan bir shopir ukamiz olib kelib berdi, zillar bilan xizmat qilib, Alloh rozi bo'lsin. İnşallah endi qublarni olib kelsak, so'ng ustalarni chaqiramiz hasharga. Mana shunday do'stlar, Jizzax viloyati Annasay tumani Bo'ston MF7 joylashgan Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidida obodonlashtirish ishlari davom etyapti. Alloh rozi bo'lsin barchadan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Agarda masjidimizga o'z hissasini qo'shadigan insonlar bo'lsa, masjidimizni obodonlashtirish ishlari uchun ochilgan karta raqam mavjud. 56 14 68 20 0071 45 45 Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li yoki bo'lmasa 93lik 323 00 81 raqamiga murojaat qilsa, mana shu masjidimizda ishlarimiz ko'p, obodonlashtirish ishlariga o'z hissasini qo'shishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.